Televizorga keldik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Xo'p, necha puldan ekan televizorlar? Aksiya qilib yubordingizmi? Smartlari bor, Android, qiruvchilar, o'z ishlaganlari 1 million 400 ming so'mdan 1,5 milliongacha. Holiga qarab. Prostoylari 1 million 200 ming so'm. 1 million so'm atrofida. Bular nechiga necha? Qiruvchili bo'ladi. Smart Androidligi, Wi-Fi Smart Android. Oddiylari 1 million so'mdan 1 million 200 minggacha. Yana qanaqa? 32 Smart Androidlari 800 ming so'm, 850 ming so'm, 9 minggacha, 750 mingdan eng pasti. Ozmoz ishlaganlar. Ozmoz ishlagan holatiga qarab. Holatiga qarab. Oddiylari 30 ming so'm, 350 ming so'm atrofida. 30 ming, 350 ming so'mdan. Bular oddiylari. Oddiylari bular. Sana o'laymiz, ha. Yangilari necha puldan ko'rib? Yangilari mana shunda 1 million 850 ming so'm sotilishi, 45 ko'rib. 850 ming so'm. Qiruvchilari 1 million 750 ming so'm. Ozmoz ishlaganlari o'sha 1 million 400 ming, 1 million 450 ming shunaqa. Bu kolonka bor ekan. Necha pul ekan bu kolonka? 1 million so'm. 1,5 million so'm. Ha. Hop, telefon raqamingiz necha edi? 91lik 347 33 85. Manzil Namanganda lekin. Namanganda. Namangan shahar Chorsidami? Shahar o'ziga dastavka bor, boshqa yoqda pullik. Namangan shaharda dastavkasi bor, yetkazib berish xizmati bor. Qanaqangi televizorlar keladi, mana shu akaga kelaverasizlar. Bemalol. Televizorlar yangilar 1 million 100 ming so'm bor. 1 million Smart Android, Galasoy'dagi. Assalomu alaykum. Ko'rib turibsizlar. Hammada sizlarga televizorlar bor ekan. Bemalol kelib, har bir sayli bo'ladi mana shu akalar.